Hazreti Alining xalifaligi. Hazreti Alining xalifalikka tayinlanishi. Hazreti Osman shahid qilingandan keyin Madina egsiz qolgan edi. Bu arada o'qituvchilarning katibishi Al-Ghafiqi ibn Harib Al-Qaqi hukmronlikni o'z changaliga kirgizib oldi. Albatta, butun jamiyatni bu o'qituvchilar kontrol qilib olgan edi. Madinaning asli xalqining ko'pinchisi sahobalar va ularning bola-chaqalari bo'lib, ular hech qanday ishga aralasha olmaydi, aralashishga petina olmaydi. Bu vaziyat 5 kun davomlashdi. Bu ahvolning tuzatilishi va jamiyatning muqimligini o'rnatish uchun cho'qim bir xalifa tayinlanishi kerak edi albatta. Ammo kim xalifa bo'ladi? Buni muhojir va ansorlarning mo'tavarlar o'ylashib, o'z oralaridan birini tanlash kerak edi. Asiylar qandoqli qilib bo'lmasin, oldingi xalifani cho'qim o'rgatishni niyat qilishgan edi va oxirida shundoq qilishdi. Ammo ular yangi xalifa haqida bir-biri bilan ixtilof qilishdi. Chunki har bir viloyatdan kelgan asiylarning o'zlariga xos orzu-havaslari bor edi. Misrliklar Hazreti Alini qo'llaydiganliklarini bildirishgan bo'lsa-mu, Hazreti Ali ularga qat'iy yaqinlashmagan edi. Basraliklar Talha ibn Ubaydullohni tanladi. Ammo uni har qancha izlabmi hech yerdan topolmadi. Kufaliklar bo'lsa Zubayr ibn Avvomni talab qilishdi. Ammo Zubayrmi ulardan qochib qat'iy qabul qilmadi. Bu siyosiy bo'hron jarayonida Kufa va Basraliklar qiyin ahvolda qoldi va Misrliklarga bo'ysunishga majbur bo'ldi. Chunki ular o'zlari tanlagan va qo'llamoqchi bo'lgan shaxslarni qoyil qila olmag'achqa, ularning ma'qulligini ola olmagan edi. Misrliklarning vaqtincha bu qiyinchiligi yo'q edi. Chunki Misrlik ozg'unlarning katibishi bu qalayimqonchilikda Madinaning hukmronligini qo'lga kirgizib olgan edi. Bu 3 sahoba asiylarning taklifini qat'iy rad qilgandan keyin asiylar yana cho'ng sahobalardan Said ibn Abu Waqqasning oldiga berishdi. Ammo u boshqa kengash a'zolariga o'xshash ularning taklifini qat'iy rad qildi. Uningsizmi boshda o'zini chetga olgan edi. Ondan keyin ular Hazrati Umarning o'g'li Abdullohning oldiga bordi. Lekin Abdulloh bularning taklifini u cho'ng sahobalardan mubakrak qat'iylik bilan rad qildi. Asiylar bu haqda bakmu cho'ng qiyinchilikqa duch keldi. Chunki ular islom xalifasini o'ltirib, uning o'rniga boshqa birini tayinlay olmayotdi. Shundaqla Madina xalqimi o'xshashla qiyinchilik ichida edi. Chunki islom davlatining tunji poytaxti bo'lgan Madina asiylarning qo'liga tushib qolgan edi. Asiylar xohlaganini qiladi. Ammo Madinaliklar chorasiz bo'lib, hech bir ishga aralasha olmayotdi. Shunga ular bu xatarlik paytdan qutulish va davlat vaziyatini tartibga solish uchun cho'qim bir xalifa saylash kerakligini cho'nqur tushunib yetgan edi. Ular o'z ko'nglida Hazrati Alining bu ishga eng muvaffaq nomzod ekanligiga qanoat hosil qildi. Chunki Hazrati Ali ham kengash a'zosi, ham payg'ambar alayhisalomning tog'isining o'g'li edi. Shundaqli u islomni tunji bo'lib qabul qilgan va islom uchun bebaho xizmatlarni qilgan, jang maydonida jonfidolik bilan jihad qilganlardan edi. Uning ustiga uning keng ma'lumoti, ilm va irfoni, bakmi qimmatlik faqih bilimlari uning layoqatini texmi ustun qiladi. Yig'inchoqlab aytganda, u shu davrdagi zamondoshlar orasida eng ustun aloyidliklarga ega edi. Shunga Madina xalqi to'plashib, uning oldiga keldi va rahbarlikni zimmasiga olishni taklif qildi. Ammo u rad qildi va mundaq dedi: "Rahbarlikda ko'zim yo'q. Uning ustiga men amir bo'lish emas, vazir bo'lish men uchun texmi yaxshiroq. Ya'ni xalifa bo'lish emas, maslahatchisi bo'lish yaxshiroq. Sizlar mendan boshqa kimni tanlasanglar, men uningga rozi." Bu ish uzrab ketdi. Ham boshqa viloyatlardan kelayotgan qo'shin Madinaga kirishga oz qolgan edi. Asiylar ularning kelib shaharni o'z kontrolligiga elishidan va Hazrati Osmonning qotillarini tepib jazolashidan ansirab aloqazoda bo'lishga boshladi. Shunga bu ishni tez suratda hal qilishga tirishadi va ash-bash qilibla birini xalifalikka tayinlashga urinadi. Ammo bu muhojir va ansorlarning qo'lidagi ish bo'lib, ularning haqqi edi. Agar ularga xalifani tanlatqizishga muvaffaq bo'la olsa va eng yomon ehtimol bo'lganda Madinadagi ko'chalarni qo'g'dab qola olsa, xalifa ularning qo'lidagi qo'rchoqqa aylanadi va shaharni qo'lida tutib tura olgan muddat ichida ularni jazolashga hech kimning kuchi yetmaydi.
yoki soni ko'p bo'lg'achqa hech kim ularga, ya'ni osiylarga chiqilolmaydi va ularga qarshi hech qanday jazo yurgizilmaydi. Agar Madinani qo'g'dashga kelgan askarlar xalifa tanlanishdan burun Madinaga yetib kela olsa, ularga qarshi turish mumkin emas edi. Undan boshqa osiylardan qattiq nafratlanib turgan madinaliklar yetib kelgan qo'shinga qitilib, o'zlaridan o'ch oladi va Hazrat Osmonning qotillarini cho'qim jazolantiradi. Undan keyin xalq osiylar xohlagan emas, balki o'zlari xohlagan birini xalifa qilib tanlaydi. Ishni bu nuqtadan boshlagan osiylar hammadan burun darhol bir xalifa tayinlash orzusida harakatga o'tdi. Agar biri darhol xalifalikka tayinlanmasa, osiylar Madina xalqiga o'zlarining kengash a'zolarini va cho'ng sahobalarni o'ltirdiganligi, xalifani qabul qilmaganlarni qatl qiladiganligi va Madinada kimni ko'rsa unimi o'ltirdiganligi haqida tahdid solmoqchi bo'lishdi. Mana bu ularning plani edi. Darvaqa ular xalqni bir yerga yig'ib, "Ey Madinaliklar, sizlarga 2 kunlik muhlat beramiz. Bu 2 kun ichida birini xalifalikka tayinlasanglar, tayinladinglar. Bo'lmasa, Hazrat Ali va Zubayrdan boshlab bir muncha kishini o'ltiramiz", deb ig'ir tahdid soldi. Butun Madina xalqi, cho'ng sahobalar, hatto islom davlati bakmu xatarlik ahvolda qolgan edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sahobalari Hazrat Alining oldiga kelishdi. Xalqmu yig'ilib uningga, "Biz seni tanladik. Musulmonlarning beshiga kelganlarni senmi ko'ryapsan", deb uni bu vazifani qabul qilishga zo'rladi. Hazrat Ali ularga, "Meni zo'rlamay, boshqa birini tepinglar. Chunki ajoyib qo'rqinchli bir voqeaga duch keldikki, bu voqeaning har xil saplari, har xil ranglari va chehralari bor. Buningga yurak chidamaydi, aql yetmaydi", deb javob berdi. Ammo Madinaliklar o'z gapida ching turdi va "Alloh haqida seni bu vazifaga taklif qilamiz. Biz ko'rayotgan kunlarni sen ko'rmayotgamsan. Islomning qaysi holga tushib qolganligidan xabaring yo'qmi? Ko'zlaring bu fitnalarni ko'rmayotamdi? Allohdan qo'rqmamsan", deb barliq mas'uliyatni uning zimmasiga ortdi. Shuning bilan Hazrat Ali ularga, "Ma'qul, bu jiddiy vaziyatda sizlarning taklifinglarni qabul qilishga majburman. Ammo sizlarga shuni aytib qo'yayki, men to'g'ri deb qaragan har ishda sizlarningmi mening yonimda bo'lishinglarni talab qilaman. Agar meni yolg'iz tashlab qo'ysanglar, menmi sizlarning oranglardagi biridan hech qanday farqim bo'lmaydi. Ya'ni har biringlarning mas'uliyati qanchalik bo'lsa, meningmi shunchalik bo'ladi. Men sizlarga xalifa bo'lish sifatim bilan dardlaringlarga eng yaxshi shaklda darmon bo'lishga tirishaman", deb javob berdi. Hazrat Alining bu javobini anglagan xalq ertasi kuni qayta yig'ilishga maslahatlashib tarqab ketishdi. Ertasi Talha va Zuhayrni yonlariga elib kelib, Hazrat Aliga bay'at qildi. Tarix Hijriyaning 35-yili Zulhajja oyi tugashga 4 kun qolgan juma kuni edi. Muhojirlardan Said ibn Abu Waqqas, Hazrat Umarning o'g'li Abdullah, Usama ibn Zayd va Suhaym, Ansarlardan Madinadan Makkaga ketgan Hassan ibn Sabit, Zayd ibn Sabit, Kab ibn Malik, Muhammad ibn Maslama, Nu'man ibn Bashir, Rafi ibn Khudayj, Salama ibn Waqish, Abu Said al-Khudri, Qudama ibn Maz'un, Maslama ibn Mahlad, Abdullah ibn Salam, Said ibn Abul As, Valid ibn Uqba va Marwan ibn Hakam qatorliq ko'pinchisi yana Umayya aymog'iga tava kishilardan boshqa butun xalq Hazrat Aliga bay'at qildi. Hazrat Ali 2 ishdan birini tanlashga majbur bo'ldi. Cho'qim shunda qilmay boshqa amal yo'q edi. Birinchisi, o'ziga sunilgan xalifalik taklifini butunlay rad qilish bo'lib, agar shunda qilsa, Madinadagi qo'rqinchli vaziyat va osiylarning shahar va davlatga bo'lgan hukmronligi davomlashadi. Yavoyi badaviylar bilan shaharni ishg'ol qilayotgan bu o'qituvchilar xohlaganini qilmay qo'ymaydi. Balkim vaziyat texmo yomonlashib, bu azg'unlar shaharda qatlam elib berishi mumkin edi. Chunki ko'zlariga qon to'lgan bu osiylar eng cho'ng jinoyatni o'tkazib, islom xalifasini xalqning ko'z oldida va islomning yuragida, ya'ni Madinada vahshiylarcha qatl qilgan edi. Inson bir qatim jinoyat o'tkazdimi, uningdan keyin davomli jinoyat o'tkazish uning uchun tasga tushmaydi. Uning ustiga bu osiylar kengash a'zolarini va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sahobalarini o'ltirdiganligiga doir
tahdidlik so'zlarni ig'izidan tushirmaydi. Undan boshqa, agar boshqa viloyatdan kelayotgan qo'shin vaqtida yetib kelib, bu osiylarni shahardan qo'g'lab, qotillarni jazolantirib, jamiyat amonligini tartibga solmoqchi bo'lsa, osiylar bilan islom qo'shini orasida qonliq voqealar yuz berib qolishi mumkin edi. Agar shundoq bo'lgan taqdirda, bir munchilgan sahobalar hayotidan ayrilganni azdab, musulmonlarmi bo'linib ketadi. Hech bir aql va iymon egisi bunda qalaymqonchilikning chiqishini hargiz xohlamaydi. Shuning bilan birga askarlar xalq rahbarligida aralashishi va xalq ommasining xalifa saylash ishiga to'sqinlik qilishimi nihoyat cho'ng ehtimol edi. Halbuki eng to'g'risi bundaq bir voqeaning oldini olish edi. Hazrati Ali mana bu masalalarni ko'zda tutib, yuz berish ehtimoli bo'lgan qalaymqonchilikning oldini olishga tirishadi. Shu vajidan xalqning xalifalik taklifini qabul qildi. Ikkinchisi, bu taklifni qabul qilmasa, musulmonlarning bu fitnaning qurboniga aylanib ketishi muqarrar edi. Shunga bu taklifni qabul qilish orqali musulmonlarning parchalanib ketishining oldini olish, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hijrat yurtining xalqiga ishonch va huzur ato qilish, amonligini qo'g'dash, xalifalik maqomining burunqi hayvat va hurmatini asliga keltirish, Allohning qonunlarini yer yuzida qaytadan yo'lga qo'yish kerak edi. Shuning bilan birga Hazrati Ali xalqning bay'atini qabul qilib, xalifalik vazifasini qo'lga olishning naqadar qiyin, mushkul va xatarlik ekanligini yaxshi biladi. Chunki xalifa shu kungi sharoitida qonxo'rlarni qo'lga olib, ularni sotlig'idak va tegishli jazolarni bergudak kuchga ega emas edi. Buni qilish uchun ma'lum vaqt o'tishi, jamiyat tinjib, amonlik saqlanishi, xalifalikning burunqi hurmat e'tibori asliga kelishi lozim edi. Mana bu taraflarni xalq ommasining bir qismi tushunib yetolmayotdi. Shunga ular xalifadan darhol bu qotillarning tegishli jazosini berishni talab qilishadi va besim ishlatadi. Halbuki xalifalikning buningga kuch-qudrati yetmaydi. Chunki Madina texi ishg'ol ostida edi. Hammadan burun osiylarning Madinadan chiqarilib, o'z yurtlariga qaytarilishi va chek-chegara rayonlarga surgun qilinishi kerak edi. Undan boshqa ba'zi kishilar uningga qarshi bo'lib, uningga bay'at qilmaydi. Ammo bu xalifaning o'zini chetga elishiga sababchi bo'la olmaydi. Chunki u Allohning qonunlarini ijro qilish uchun o'zini chetga olsa bo'lmaydi. Allohdan boshqa hech kimdan qo'rqmasligi, hech kimga yaxshichaq bo'lmasligi kerak edi. Bay'at ishiga kelsak, Hazrati Ali xalqning hurmatiga sazovor sahobalardan bir qismining bay'atini ola olmasligi mumkin. Ola olmasimi bek muhim emas edi. Shunga u Said ibn Abu Waqqas, Abdullah ibn Umarning bay'atlarini muhim bilmay, Talha va Zubayrning bay'atida ching turdi. Chunki bular osiylar ko'zidimi bek muhim kishilar edi. Hazrati Ali qotillarning jazolari muvaffaq sharoit yaratilganga qadar kechiktirilsa, xalqmi buningga norozilik bildirmaydi deb qaraydi. Chunki bu masala yuqorqi sabablar tufaylidan vaqtincha to'xtatib qo'yib turilib, oldi bilan davlat muqimligining saqlanishi va xalifalik organlarining rasmiy xizmat boshlashi eng muhim va shar'iy vazifa edi. Shunga Hazrati Ali bu vazifani xalqning zo'rlashiga shuncha ko'p qarshilik bildirgandan keyin topshirib olgan edi. Aslida bu o'rin yoki boshqa dunyo manfaatlarida uning rohi yo'q edi. Hazrati Ali xalifalikni qo'liga olibla oldi bilan jamiyat muqimligini tartibga solishni o'ylaydi. Ammo bu osiylarning Madinadan chiqib ketishi bilan munosabatlik edi. Osiylar bo'lsa, arzu istaklar amalga oshmay turib, qaytishni hargiz xohlamaydi. Ya'ni ularga nisbatan davlat intizomi burunqi xalifaning yo'qotilishi bilan muqimlashgan va har qaysi viloyatlar burunqi xalifa tayinlagan valiylardan qutulganligiga ondan tarqab ketishiga rozi bo'lishi mumkin edi. Uningsizmi Hazrati Alining ba'zi valiylarni almashtirish xiyoli bor edi. U xalifalikka tayinlangandan keyin ba'zi valiylarni almashtirishga qaror berdi. Ba'zi sahobalar va mutavarlar uningga vaqtincha bu valiylarni almashtirmay turish haqida maslahat bergan bo'lsa-mu, u o'z qaroridan yanmadi. Chunki u xalifa xohlagan kishini vazifasidan elib tashlab, xohlagan kishini tayinlashga kuchi yetmasa, davlat hukmronligini qo'lida tutib tura olmaydiganligiga ishonadi. Shundoq emasmi? Bo'lmasa, valining xalifaga qarshilik ekanligi qandoq bilinadi? Bu ishning asli mohiyati nada qoladi? Agar xalifa bir valini vazifasidan elib tashlay olmasa, bu valining o'zini xalifa deb qaraydiganligi
xalifaning amrlarini rad qiladiganligi, hatto o'zini xalifa deb e'lon qiladiganligining ifodasi edi. Ahvol haqiqatan shundoq bo'lgan taqdirda bir davlatda bir qancha xalifa o'ttirga chiqqan bo'ladi. Bu joiz emas bo'lib, islom buningga hargiz yo'l qo'ymaydi. Bu bir cho'ng masala edi. Yana bir tarafdan osiylarmi valilar almashtirilmoqcha o'z maqsadlariga to'liq yetmaganligini bahona qilishib, Madinadan chiqqani unmay turib oladi. Osiylar chiqqili unmasa, xalifa hech qanday ishga aralasha olmaydi. Allohning qonunlarini ijro qilish imkoniyatiga ega bo'la olmaydi. Halbuki Hazrat Ali Allohning amrlarini to'liq ijro qilish va xalq orasida adolat o'rnatish yo'lida hech kimning to'sqinligidan qo'rqmaydigan bir edi. Shunga nima bo'lishidan qat'iy nazar koni valilar vazifasidan qoldirilib, ularning o'rniga yangi valilar tayinlanishi shart edi. Hazrat Ali buningga to'liq qaror bergandan keyin yangi valilarni har qaysi viloyatlarga avatdi. Basra valiligiga Osman ibn Hunayfni tayinladi. Bu zot Ansorlarning mo'tavarlaridan edi. Osman ibn Hunayf Basraga yetib borganda koni vali Abdullah ibn Amir hech qanday norozilik bildirmay vazifani uningga o'tkazib berdi. Ammo u yerdan Makkaga qaytib ketdi. Hazrat Ali Kufa valisi Abu Musa Ash'arini o'z vazifasidan qoldirdi. Abu Musa Hazrat Aliga boshda o'zining va Kufa xalqining bay'atini yo'llagan edi. Hazrat Ali Sahl ibn Hunayfni Shamga vali qilib tayinladi. Ammo vazifasini topshirib olish uchun mangan bu zot Sham chegarasidan keyniga qaytirib o'tildi. Uni balkim chegara muhofizatchilari Sham valisi Muaviyaning amri bilan qaytirib o'tdi. Yoki bo'lmasa Muaviyaning nomini tilga olib, o'zlariga qaytirib o'tgan edi. Xalifaga bay'at qilmagan oz sonli kishilar isyon ko'tarmagan va hech kim bilan ziddiyat to'qinishga kirmagan holda Arbata degan mahallaga yig'ilib makonlashdi va o'zlarini xalqdan ayrim tutishga tirishdi. Shundoq qilib, Hazrat Ali yangi xalifa bo'lish sifati bilan 3 kishini 3 muhim viloyatga vali qilib tayinlashga muvaffaq bo'ldi. Bu 3 viloyat jihad va chegara ishlarida eng strategik o'ringa ega edi. Undan boshqa Hazrat Ali Makkaga Xolid ibn al-As, ibn Hisham, ibn al-Mughira al-Mahzumini valilikqa tayinladi. Ammo yangi vali Makkaga borgandan keyin fitnadan qochib Madinadan yenib chiqqan xalq ommasining Bani Umayyaga mansub bir to'p kishining va vazifalardan ayrilgan koni valilarning orqa-orqadan bu yerga kelib makonlashganligini ko'rdi. Bu sababdan shahar xalqi bu yangi valini qabul qilmadi. Shahardagi har bir jamoatning o'z oldiga mo'tavar kishilar bor bo'lib, oralarida biror ish yuz bergan vaqtda bu mo'tavarlar orqali hal qilishga tirishadi. Hazrat Ali yana tog'asining o'g'li Ubaydullah ibn Abbosni Yamanga vali qilib tayinladi. Ubaydullah Yamanga yetib borgandan keyin koni vali Ya'la ibn Umayyamu vazifani uningga o'tkazib berib, Udul Makkaga qarab yo'l oldi. Shuning bilan islom davlatining Shamdan boshqa barliq viloyatlari Hazrat Alining xalifaligini qabul qilib, uning hukmronligiga bosh egdi. Sham viloyatining beshida Muaviya ibn Abu Sufyan bor edi. Muaviya Hazrat Aliga bay'at qilmadi. Shundoq bo'lsa-mu, Hazrat Alining xalifaligi xalq tarafidan tasdiqlanib, rasmiylashdi. Hazrat Ali Muaviyaga odam avatib, uning o'ziga bay'at qilishini va hukmronligi ostiga kirishini talab qildi. Ammo Muaviya ishning natijasini va Madinadagi osiylarning ahvolining qandoq bo'ladiganligini deb turib oldi va bay'at to'g'riliq hech qanday ifoda bildirmadi.